Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz volatile kalit so'zi haqida gapiramiz. Men shu paytgacha necha marta intervyu ko'rgan bo'lsam, hamma intervyularimda mendan volatile haqida so'ralgan. Xo'p, katta ehtimol bilan sizdan ham so'rashlari mumkin va bilasizmi, ko'p dasturchilar bu haqida volatile kalit so'zi haqida noto'g'ri tushunchalarga ega. Xo'p, keling buni mana shu qisqa videoyimizda men tushuntirishga harakat qilaman. Volatile kalit so'zini biz klassni fieldida, obyektni propertiesida biz o'zgaruvchining access modifier'idan keyin va ma'lumot turidan oldin ishlatilganini ko'rganmiz. Albatta Java dasturlashtirish haqida gap ketyapti. Xo'p, o'zi volatile kalit so'zi umuman qayerlarda ishlatilishi mumkin? Keling tasavvur qilamiz. Mana shu narsa class va class nimalardan tashkil topgan desa, fieldlardan va albatta juda yaxshi bilamiz, metodlardan va yana bo'lishi mumkin konstruktorlardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Xo'p, volatile qayerda ishlatiladi? Albatta fieldlar bilan ishlatiladi. Xo'p, nima qilib beradi volatile bizlarga? Volatile multi-threaded environmentlarda, ya'ni ko'p oqimli muhitlarda, iloji boricha kalit so'zlar bilan gapirishga harakat qilyapman, chunki bu ham intervyu jarayonlarida muhim. Demak, ko'p oqimli muhitlarda, dasturimiz bir nechta oqimlar yordamida RAM bo'ladigan muhitlarda volatile kerak bizga. Bitta oqimda ishlaydigan bir oqimli single threaded environmentlarda volatile kalit so'zi bizga kerak bo'lmaydi. Xo'p, ko'p oqimli threadlarda bizga nima vazifa bajaradi volatile kalit so'zi? Keling tasavvur qilamiz. Bizda ikkita thread bor. Mana bu thread 1, mana bu thread 2 deb tasavvur qilamiz. Xo'p, masalan thread 1 bizni mana bu 3-fieldimizni ishlatmoqchi. Xo'p, bir necha marta ishlatilgandan so'ng, qayta ishlatilgandan so'ng bizning protsessorimiz tushunadiki, bu o'zgaruvchi bizga juda ko'p kerak bo'lyapti. Xo'p, buni har safar borib hip xotiradan olib kelish yoki qaysi xotirada bo'lsa o'sha xotiradan olib kelish qimmatga tushyapti. Xo'p, nima qilishim kerakman? Men buni keshlab olishim kerak o'zimga yaqinroqqa deb bizning protsessorimiz bu qiymatni keshlab oladi. Ya'ni protsessor o'zini cho'ntagida, o'zi protsessorning o'zini keshlari bor L1, L2, L3, keyin anaqa yadrosi bor. Endi unga sal chuqur kirmay turamiz. Xullas, protsessor o'ziga keshlab oladi bu qiymatni. Xo'p, nima muammo bor protsessor o'ziga keshlab olishidan? Men hozir thread ichida ko'rsatyapman, lekin aslida bu protsessor ichida keshlangan bo'ladi. Xo'p, nima muammosi bor buni keshlanishni? Nima muammosi bor desa, ikkinchi thread boshqa bir oqim kelib buni o'zgartirib qo'ysa, bizni mana bu threadimiz bundan bexabar qolib ketadi. Ya'ni eski value'da qolib ketadi. Misol uchun mana bu fieldni qiymati 3 deylik. Biz 3 ni keshlab oldik deylik. 3 ni keshlab oldik va boshqa thread keldida buyruq berdi. Bu fieldni nima qilgin dedi? 4 qilgin dedi misol uchun va bu 4 ga o'zgardi va deylik mana bu yerda aylanib turgan qanaqadir sikl, qanaqadir jarayon buni o'zgarganligini bilmay qoladi va kutilmagan holatlar, kutilmagan qiymatlar bizga paydo bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Shu juda oddiy narsa. Demak, volatile kalit so'zi bizga nima qilib beradi? Mana shu fieldni, mana shu o'zgaruvchini keshlanishini bloklab beradi, to'xtatib beradi. Xo'p, o'zi keshlanish qachon sodir bo'ladi? Nimaga sodir bo'ladi desangiz, qachonki bitta thread, qaysidir bir bitta thread bitta bir qiymatni qayta ishlataversa, bir necha marta ishlataversa va ichkarida buni o'zgartirmagan bo'lsa, protsessor buni keshlab olishga harakat qiladi. Chunki bu shundoq ham tayyor bir qiymat va bu thread 1 ichida o'zgartirilmayapti. Bizning protsessorimiz nima deb o'ylaydi? Demak buni men keshlab olsam bo'ladi. Men buni keshlab olsam, ancha ishim optimal bo'ladi deb o'ylab, bizning protsessor buni keshlab oladi. Va mana shunda demak kutilmagan xatoliklar yuzaga keladi. Shunda biz mana field oldiga volatile kalit so'zini qo'yib qo'yamiz. Xo'p, nima o'zgaradi? Volatile kalit so'zini qo'yib qo'ysak, programmamiz kompilatsiya bo'layotgan paytida, Java kodimiz byte kodga o'girilayotgan paytida maxsus buyruqlar bu yerga kiritib ketiladi. Buni memory barrier deydi. Xotira to'siqlari, maxsus buyruqlar bu yerda qo'yib ketiladi. Ya'ni protsessorga keshlamoqchi bo'lgan payti, to'xta, buni keshlama degan buyruqni qaytarib yuboradigan maxsus buyruqlar qo'yib ketiladi va shu bilan bizning protsessorimiz buni keshlamaydi. Shunda nima bo'ladi? Hamma threadlar buni qayta o'qisa ham
qayta o'qisa ham borib heapdan o'sha turgan joyidan ba'zi payt heap bo'lishi mumkin, ba'zi payt metaspace bo'lishi mumkin. Bu endi statikligiga bog'liq. Agar statik bo'lmasa heap bo'lsa metaspace. Bu endi Java xotirasiga bog'liq, memory modelga. Xo'p, xuddi shu kabi, demak, agar biz volatile qo'yib qo'ysak, hamma thread shu o'zini joyidan olaveradi va hech qachon buni keshlamaydi. Buni o'zingiz kodda albatta sinab ko'rishingiz mumkin, lekin bitta narsaga ehtiyot bo'ling. Siz qiymatlarni system out print qilib chiqarishga o'rganib qolgansiz. System buyrug'iga murojaat qilsangiz, bu shunday komandaki, bu ichkarida o'zini ichida sinxron functiondan foydalangan yoki synchronized blockdan foydalangan. Va synchronized block degani qachonki thread synchronized blockga uchrab qolsa, hamma o'zini keshlangan qiymatlarini o'chirib tashlab, qaytadan o'zini asl joyidan yangilab oladi. Ya'ni siz volatile kalit so'zini qanday ishlayotganligini tekshirish uchun soutdan, system out printdan foydalana olmaysiz. Qanaqadir hisob-kitoblardan foydalanishingiz mumkin. Demak, mana shu volatile kalit so'zi haqida edi.